Salom. Shahnoz opaning qizlari siz bo'lasizmi? Salim. Ya men? Ahad degan jigit siz qo'y. Siz hali o'zbek emasmisiz? Ya Kazoshka. Yaxshi. Demak, oilada janjal bo'lmas ekanda. Au. Yaxshimisiz deyman? Gul qayda? Podarka qayda? Kezishga olsa kelaman ya. Qanaqa gul? Qanaqa podarka? Har bitta uchrashuvga chiqqan qizimga gul bilan podarka tashirsam, oilamni kim boqadi? Biz hali siz bilan oila quramizmi, yo'qmi? No degan qizlarga unodoshcha bilmaydi. Ozgina bo'lsa-chi, qozoqchani yaxshi bilaman, xo'p. Hop, qizlarga gul yoqar ekan. Bolalarga ovqat yoqadi. Qani qozoqcha 5 barmoq. No точно adam bo'lmaydi. Xolos. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuring nariroqda gummaxona bor, o'tirib gaplashib olamiz. Gummaxona deyman, gumma. Jigitim, o'sha yerda restoran bor. Sol joyga kiramiz. Yana rasxotni.